Assalomu alaykum hammaga. Uzr, 3 kundan beri kanalimga video joylay olmadim. Bugun kanalimga kirsam, bir obunachim o'kinma kitobi haqida ham video bo'lsin deb aytgan ekanlar. Xo'p, endi kitob haqida gapira boshlasam, bilasizlarmi, nega bugungi kunda hamma g'amgin? Hammada depressiya va stress muammosi. Shu savolga javob izlab ko'rmagan bo'lsangiz, bu video siz uchun. Ya'ni bu videoda siz shu savolingizga kitobdan javob qidirib ko'ramiz. Bugun biz dunyo miqyosida insonni ruhan davolovchi o'kinma kitobini tahlil qilamiz va undagi 3 ta darsni muhokama qilib chiqamiz. Xo'p, birinchi darsimiz bugun bilan yashash. Ya'ni kecha o'tib ketdi, erta esa hali sir. Bu gapni tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, ko'p insonlar o'tmishdagi xatolardan afsuslanib yoki kelajak xavotiri bilan yashaydi. Kitob bizni aynan hozirgi lahzada baxt topishga o'rgatadi. Ikkinchi darsimiz taqdirga rizo bo'lish va sabr. Hayotda hamma biz xohlagandek bo'la olmaydi. Boshingizga kelgan qiyinchilik sizni sindirish uchun emas, balki sizni kuchli qilish uchun beriladi. Ya'ni har bir sinovni Alloh taolo bizga o'zimizga kuch to'plash uchun yuboradi deb aytilmoqda. Bu yerda biz mana bu tamoyilni ishlatishimiz o'rinli hisoblanadi. Har bir qiyinchilik ortidan bir yangilik bor. Uchinchi darsimiz kichik narsalardan ham baxt izlash. Sog'lom tanangiz, ichishga suvingiz va tinch yurtingiz borligi eng katta boylikdir. Kitob bizni noshukrlikni tashlab, boriga shukr qilishimiz orqali baxtli bo'lishga chaqiradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kitob hayotda motivatsiya qidirayotganlar uchun va ruhan charchaganlar uchun tavsiya etiladi. Siz bu kitobni o'qiganmisiz? Sizga eng yoqqan g'oyasi qaysi bo'ldi? Fikrlarni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda qaysi kitobni tahlil qilamiz? Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.